torta oladi o'ziga qarata oladi hammani. Va qarang, qanday niqobda chiqib kelyapti. Shohjahon Ergashev. Dahshat. Mashhur film esimga tushdi. Ergashev. Men o'yladimki, balki umuman boshqa inson bo'lib chiqib kelib, Ergashev boshqa nuqtada deya, yo'q, yurishidan, qadam tashlashidan Ergashev ekanligi ko'rinib turibdi. Mana Urvanovni mana shu burchagida xijolat qilib, hozirdan boshladi. Ya'ni qaysi ma'noda Urvanov qizaryapti. Men ko'rib turibman uni, u kutyapti, bosimni his qilyapti. Qarab qo'yyapti har zamon va maksimum bosim. Hozir butun diqqat Urvanovga emas, Shohjahon Ergashevga qaratilyapti. Mana shu joyda jang boshlanishidan oldinroq Ergashev ko'rsatmoqda darajalar o'rtasida farq borligini. Qani qidiryapti Shohjahon Ergashev. O'ziga xos chiqish Ergashevdan ketdi. Musiqalari dahshat. Zo'r o'ylangan. Xo'sh. Zo'r. Shohjahon Ergashev 34 yoshda. 28 jang, 26 g'alaba, 2 mag'lubiyat. 26 ta g'alabasining 23 tasini muddatidan oldin raqiblarini nokautga uchratish orqali qo'lga kiritgan Shohjahon Ergashev. Mag'lubiyatlari Julian Smith hamda Sabril Matiasga qarshi janglar. O'ta kuchli jangchilarga qarshi. O'z oxirgi vaqtlarda Ergashev faqat o'ta kuchlilar bilan jang qilyapti. Faoliyatining yuqori nuqtasida ham munosib janglar o'tkazdi, lekin ba'zi sabablar jarohatlar unga xalaqit qildi va rekordida mag'lubiyatlar ham paydo bo'ldi. Izohlarini Ergashev aytib o'tgan, ijtimoiy tarmoqlarda bilasiz, jarohatlar bilan jang o'tkazishga majbur bo'lgan. Urvanov esa turli xil gap so'zlar qildi. Ko'ramiz o'shanga. Men seni nimalar qilmayman dedi ringda. Ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Профессиональным рекордом 31 поединка, 26 побед, 5 поражений, 11 побед одержано нокаутом из города Первоуральск, Россия, судьи Марк Канело Urvanov. Canelo degan taxallusi bor uni. Caneloga o'xshaydi rostdan ham. Tashqi ko'rinish jihatidan o'xshaydi. 67 килограммов 900 граммов. Он мастер спорта Узбекистана по боксу. В 23 году боролся за титул IBF в полусреднем весе, а также за вакантный титул WBC в полулегком весе за океаном. Его профессиональный рекорд 28 боев, 26 побед, 23 победы одержаны нокаутом. При 2 поражениях он из Ферганы, Узбекистан, потомок Тамерлана Shohjahon. Demak, jang boshlanmoqda, qadrli do'stlar.
bo'y borasida Ergashev ustunlikka ega. Ko'ramiz. Omad tilaymiz ikkala sportchiga ham. Первый раунд. Jang boshlandi. Urvanov zarba bermoqchi. Ergashev chap qo'l zarbasi ishga tushdi. Urvanov his qildi. Bu zarbani ta'mini tatib ko'rdi. Achchiqroq biroz va keyingilarini ham ta'mini tatib ko'rdi. Hali to'lig'icha achchig'idan tatib ko'rmadi. Lekin hisob ochildi. Jangni davom ettira oladi Urvanov. Ergashev ringda azoblayman degandi. Birinchisi bo'ldi. Chap qo'l zarbasi yana Ergashevdan. Urvanov ortga tisarildi biroz. Chap qo'l zarbasi yana Ergashevdan. Yo'q, mana bu yerda qo'lni ushlab oldi ikkalasi bir-biriga xalaqit qilish uchun masofa yuzaga keltirishga qo'ymaslik edi maqsadi ularni. Boshga ko'rsatib tanaga zarba so'rayapti Ergashevning sekundantlari. Chap qo'l zarbasi Ergashevdan, yana shunday zarbalar, Urvanov. Tura olmadi-ku. Shuncha gap so'zlar haq hurmati turish kerak edi hozir. Bir raund keyin bormasa, bir raund keyin bormadi. Shuncha gap so'z, bir raundga ham bormadi. Mark Urvanov